Radyo anlıqçı qarindaşlar. Diqqətinizlər Cənnət Qızları namlıq maqalıda bolsun. Ya xatibal huril hisani wa taliban liwisalihin bi cennetir rahmani. Bu tafsirlarda keltirilgan sharhlar bilan tanishgandan keyin ularning nemishqa yushilgan go'harga o'xshaydiganligini yaxshiroq tushunish mumkin. Sen go'harning qandoq yaltiraydiganligini ko'rganmi? Ko'rgan bo'lsang, shu toshlardan chiroyli naqshlarni o'yib yasalgan egiz qasrni tasavvur qila olamsan. Sening tasavvuringdagi qasr u chidirning oldida hech nima bo'lmay qoldi. Chunki u biz bilgan sadab ishdagi go'har emas. Bu tasavvur qilish uchun qilingan o'xshatishlar xolos. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. Ularning yanında erlerden hayret ko'rsalmaydigan shahlo ko'zlik juflar bo'ldi. Ular oqliqda go'yo qo'l tegmay saqlangan tugi qushning tuxumlariga o'xshaydi. Bu oyatda jannat qizlarining badallari yushirib qo'yilgan tuxumga o'xshatildi. Bu bizning fikr qilishimiz uchun osonroq bo'ldi. Olamda tuxumni ko'rmagan kishi bo'lmasa kerak. Tuxumning shakli shunchalik tuta, ya'ni biror to'shq bo'lmaydi. Hamda oyatni tushunish uchun shu tuxumning qaynatilgandan keyin shakli so'yilgan holatni ko'z oldingizga keltiring. Albatta, uning siliqligi va yumshoqligi kishini ajablantirmay qo'ymaydi. Va fi zalika falyatanafasul mutanafisun. Qiziquvchilar shunga qiziqsin. İbn Kasir o'zining tafsirida ushbu hadisni keltirdi. Ummu Salama radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'radi. Ey Rasululloh, menga bu va hurul ayn degan oyat haqida xabar bering. Ular oq o'rlardir. Ko'zining qorasi qop-qora, iqi bakli oq, burkut qantiga o'xshaydi. Mana bu ki amsalil lu'lu'il maknun oyat haqida xabar bering. Ular sadaqlar ishdiki durning oqlik kabi oqdir. Bu oyatchi fihinna khayratun hisan, yuzlari shu qadar go'zal bo'lgan ayollardir. Buningcha ka'annahunna baydun maknun, ularning yumshoqligi, nozikligi tuxum ishdiki pardaga o'xshaydi. Hamda bu uraban atraba, ular dunyo hayotida kampir holatida jini chiqqan ayol mu'mina ayollardir. Allah Taala ularni qiyomat kuni yoshlar bir xil intayin suyimlik, jalb qilarliq, bakira qiz holatida yaratdi. Ey Rasululloh, dunyo ayollari afzalmi yoki hur ayollarmi? Dunyo ayollarining hur ayollardan afzalligi kiyimning teshi ichidan afzal bo'lgandek afzal. Nimish bunda? Dunyoda tutgan ro'zalari, o'qigan namozlari, Alloh uchun qilgan ibodatlari sababli Alloh ularning badallariga oq ipak kiyimlarni kiygizdi. Marfu hadisda zikr qilinishicha, odamzod ayollari hur ayollardan 70 ming martaba afzaldir. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilindi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh hur ayollarni farishtalarning aytgan tasbihlarini yaratgan. Ularga Allohning salomi bo'lsin. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan kelgan rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday dedi: Jannatga kirguvchilarning eng avvalgi guruhi jannatga tulum oy suratida kirdi. Keyingi guruh bo'lsa, osmondagi chaqnab turgan yulduzlar holatida jannatga kirdi. Ularning har biri uchun bir juft ayol bor bo'lib, ko'chlarining ostidan biliklari ko'rinib turdi. Jannatdagilar yolg'iz bo'lmaydi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat. Muaz ibn Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kimki g'azbini amalga oshirishga qodir bo'lib turib, ochiqni yursa, Alloh taolo qiyomat kuni butun xaloyiq oldiga chiqarib, qora ko'zli ko'rlardan xolig'ini elishga ixtiyor berdi, dedi. Abu Davud va Tirmiziy rivoyati. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dunyo hayotida biror xotin eriga asar bergan bo'lsa, jannatga kirdilar. Alloh halok qilgur, bu kishiga azor berma. Sening huzuringda u vaqtlik mehmon xolos. Siz fursatda sendan judo bo'lib, bizning huzurimizga keldi, deyishdi dedi. Imom Buxoriy
Anas ibn Malik radiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday degan: Agar ahli jannat ayollardan birarsi yer yuziga bir martaba boqsa, yer va osmon o'ttirsini tushbiroqqa to'ldirgan va yo'rtayotgan bo'ladi. Uning beshtiki romani dunyo va uningdagi barcha narsalardan afzaldir. Ibn Abi Shayba, Musannaf, Imom Ahmad va Tirmiziy rivoyat. Ubadat ibn Samit radiyallohu anhudan qilingan rivoyatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday degan: Albatta, shahid uchun Parvardigorning huzurida 7 xislat bordir. Birinchi tomchi qon chiqishi bilan uning gunohlari kechiriladi. Ikkinchi, jannatdagi o'rnini jannat tutmay turib turdi. Uchinchi, iymon lazzati bilan lazzatlanadi. To'rtinchi, qabr azobidan va qiyomatdagi dahshatlardan omon bo'ldi. Beshinchi, beshiga ulug'liq toj kiydirildi. Uningdagi bir don yaqut dunyo va uningdagi barcha narsalardan afzaldir. Oltinchi, 72 hur ayinga uylantirildi. Yettinchi, yaqin qarindoshlardan 70 kishiga shafaat qilish huquqi berildi. Muaz ibn Jabal radiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi: Jannat ahli jannatda go'yo hammasining ko'zlariga surum tortgandek go'zal holda 32-33 yoshlardagi yigit sifatida kirdi. Imom Buxoriy rivoyati. Abu Hurayra radiyallohu anhu rivoyat qildi: Men ey Rasululloh, jannat qo'shilmizmi deb so'radim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: Jinim uning ilkida bo'lgan zot qasamki, qattiq kuch bilan qo'shilsinlar. Agar kishi yaqinchilik qilgan ayolni uzoqlashsa, u darhol bakiraga aylanib qoldi dedi. Ibn Hibban rivoyati. Abu Umama radiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'radi: Jannat ahli yaqinchilik qilishamdi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: Ha, Allohda mani bo'lmagan va ayollarda hayz bo'lmagan holda qattiq kuch bilan qo'shildi. Imom Tirmiziy rivoyat. Anas ibn Malik radiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi: Mu'min kishiga jannatda juda halollar bilan qo'shilish uchun shuncha quvvat berildi. Ey Rasululloh, buning kishining toqati yetamdi deb so'radi sahobalar. 100 kishining quvvati berildi deb javob berdi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Imom Buxoriy rivoyati. Abdullah ibn Umar radiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi: Jannat ayollari juftlarga hech kim olmagan go'zal ovozda qo'shiq aytib berdi. Imom Buxoriy rivoyati. Abu Musa Ash'ari radiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi: Jannatda mu'min kishi uchun kengligi 60 mil bo'lgan kavak martabadan qilingan chidir bordir. Mu'minning barcha juftlari shu chidirning ichida bo'lib, ular bir-birini ko'rmagan holda aylanib yurishadi. Muttafaqun alayh. الحياة رقيقة لمليكهم